Damashli paramachlar qayerda tayyorlanishligini bilarmidinglar? To'g'risini aytsam, bunaqasini men hech qayerda yeb ko'rmagandim. Xamiri juda ham yumshoq, vazdushniy, eng muhimi mazali. Xamiri namuncha zo'r desam, bu xamirga umuman margarin ishlatishmas ekan. Faqat sariyoda qilishar ekan. Ichidagi nachinkasi ham butun paramach bo'ylab yoyilgan, ham dobri solingan. Odam yeganda maza qiladi. Bunaqa paramachlarni siz Paramacho kafesidan topishingiz mumkin. Bu kafeda asosan paramach tayyorlanadi. Go'shtligi, kartoshkaligi, hattoki shokoladligi ham bor ekan. Dastavval aqidona tayyorlaganlar. Hozirda esa kelinlari Laziz opa bu paramachlarni ommaga sotishni boshladilar. Avval uyda tog'oraga faqat buyurtmaga ishlaganlar. Talab ko'p bo'lganligi sababli Paramacho brendiga asos solib, donalab ham xalqqa taqdim qilishyapti. Bu ajoyib paramachni har bitta inson yeb ko'rish kerak. O'shaning uchun ham bu videoni saqlanib qilib, eng yaqin insoningizga jo'natib qo'ying. Bu yerda paramachdan tashqari issiq kunda zo'r ketadigan akroshka, nutellali desert, kartoshka sariyoli pirashkalar ham bor. Paramachlarning narxi esa 10 ming so'mdan. Dastavka xizmati yo'lga qo'yilgan. Sergelini ichida 15 ming so'm, shahar bo'ylab esa 30 ming so'm. Paramacho ertalab 8 dan kechki 8 gacha ishlaydi. Adresi Sergeli, 4-bekat shundoq yonida. Yangi hayot bekati.